Umumen bu gastrolni kuttuk, mesela kelişini gayet bir teşnalık bile kuttuk desek oldu. Sebep keli buldu, seğiniyatımız hakikaten bana mesela canlılık icrada etildiğin nakşılarını, koyulduğun hezilpil çakçaklarını gayet üzem yaxşı görmüyor bal vaktimden. Bizden ailemiz özü şunu yaxşı gördü. Hem de bugünkü şu konsertni görüp özüm gayet xursand buldum. Hakikaten teşna dilla bir ruhi ozuq aldı. Hakikaten bundan keyin bu maşındaq yani gastrollarning ko'proq bo'lishini, yana müşahlarga kelib, har qaysimizni bir xushal qilishni, ruhiy, ma'naviy oziq berishni chin yurakdan umid qilamiz. Ammo bugungi bu konsertga aytib ko'pdan ko'p rahmat. Teatr kollektiviga, teatr rahbarlariga zo'r muvaffaqiyat tilaymiz. Aytib kutganimizdek yaxshi bo'ldi. Shunga aytib xursand bo'ldik. Biz mana bu daqiqatimda Mahmud Qashqariy tarixiy dramani ko'rib, shunchalik xushal bo'ldik. Sebebi yılda muşu mevsim Anarxan bilen icraatı. Bir yılki 90 yıllıkta Mahmud Qashqariy tarixiy drama bilen içilipti. Bu endi başqaçan oldu. Biz shunchalik xushal bo'ldik. Qanchalik shu adamninki mashhur adam ekanligini dunyoga tanıtayotgan shu teatr deb o'ylayman. Shu gastroldan shunda xushal bo'lganimiz 2 kun bo'ldi men qata kelyapman. Kunduzma kechqurunni qo'yilimga kelyapman. Xalq shunchalik nurg'un zalni to'ldirib o'tadi. Har qaysi shunchalik o'zining roziliğini, ularning roziliğini shu chavaqlardan bilishga bo'ldi. Tünügünkü günde Mahmud Qashqariy dramasi tugaganda barliq tomoshabin turib chavaq chaldi. Unaqa biz shunchalik xushal bo'ldik. Biz har qatimda shu teatrning kelishini shunchalik tashnalik bilan kutamiz. Daim bir yilda 2 qatim kelsa bizga texmi yaxshi bo'ladi. Biz shunchalik xushal, biz teatr kollektiviga rahmat aytish bilan birga ularning tan salomatligining zo'r bo'lib, aktyorlarning texmi ko'payib, buningdan ajoyib obrazlarni yaratishiga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Erkin tavasi har doim sizlarga shu teatrga eshigi ochiq. Uyg'ur teatridan bek bahramand bo'ldi. Xuddi ruhiy oziq edib, kuchimizga kuch qo'shilgandek bo'ldi. Haqiqatni aytsam, biz san'atkorlarni sig'inib, kinab kutamiz. Mana shunchalik sizlarga mumkinchilik yaratib, Uyg'ur xalqini butkul olamga tanitayotgan bizning san'atini. Shuning uchun ham shunga mumkinchilik berayotgan, qo'lni uzatgan madaniyat ministrligiga chin yuragimdan rahmat aytgim keladi. İkinchidan, sizlarningki yo'l boshlig'inglarga hammanglarni uyushtirib, xalqimizningki dil qalbini ko'tarib, yashaga kelib, hammamizningki ko'nglini ochgani uchun rahmat aytgim keladi. Endi kunduzni kunduz demay, kechini kechi demay, shunchalik jafoliq bilan ishlab, men kelganda o'z mevasini ko'rsatayotgan artistlarimga egilib Fadım qilib rahmat degim keladi. Shuning uchun sizlarga faqat omad, baxit, salomatlik yor bo'lsin deyman.